Assalomu alaykum. Xitoy hukumatiga eng ziyonli bo'lgan portlashqich xabar bugun Amerika Telegraf gazetida e'lon qilinib qoldi. Ya'ni hozir dunyoda ofat paydo qilayotgan zaharlik virusning manbasi texmo aniq bo'ldi. Hozir dunyoda tarqalayotgan zaharlik virusning o'zi Xitoy kommunist hokimiyatining biologiyalik quroli ekan. Ya'ni Xitoy kommunist hokimiyati g'arazlik holda tadqiq qilib borliqqa keltirgan biologiyalik qurol ekan. Yuqorqi mazmunga o'xshash mazmunlarni Braziliya davlatining prezidentimi ochiq qilib Xi Jinpingga bevosita qaratib turib, Xitoy hukumati g'arazlik shaklda dunyoga baloyi ofat keltirdi. Dunyoda tarqalayotgan bu virusga Xi Jinping birdan bir javobgar deb ochiq pozitsiya bildiribdi. Amerika hukumati Xitoy virusining manbasini aniqlash jarayonida muhim bir hujjat shaklidagi bir materialni qo'lga tushiribdi. Bu material bo'lsa Xitoyda yozilgan bir ilmiy maqola bo'lib, bu ilmiy maqolani taxminan Xitoyning virusi boshlanishidan burun Xitoyning 18 xodimi birlikda yozib, imzo etib o'tirg'i chiqargan ilmiy maqola ekan. Asosli mazmuni bo'lsa dunyoda kin urush paydo qilib insoniyatni kontrol qilish ekan. Tunugun Amerika Avam palatasi ichidagi Cumhuriyetçi partiyalardan bo'lgan xodimlar Amerika hukumatiga besim ishiltibdi. Maqsad Amerika hukumati Xitoydan dunyoga tarqalgan virusning manbasiga munosabatlik qo'lida bor materiallarni oshkorlashni talab qildi. Lekin Amerika hukumati buningga javob bermagan ekan. Ilmiy maqolaga munosabatli xabarlar tunugun Amerika vaqti kech Amerika Telegraf gazetida e'lon qilinibdi. Mazmuni yuqorqi degandek, kin urush paydo qilib insoniyatni kontrol qilish. Hozir deb kelayotgan koronavirusni urush quroliga aylantirib, 3-dunyo urushiga tayyorlik qilishgan. Avstraliya haftalik gazetida deyishicha, Xitoy xalq ozodlik armiyasining yuqori darajalik olimlari va yuqori darajalik ommaviy sahiya amaldorlari bilan 2015-yili birlikda yezib o'tirg'i chiqargan ekan. 2015-yili 10-oyda Xi Jinping mundaq bir nishonni o'tirib qo'yibdi. Ya'ni insoniyat taqdirining o'rtaq gavdasini amalga oshirish. İnsaniyat taqdirining o'rtaq gavdasini amalga oshiramiz deb jar silayotgan Xi Jinping yomon g'arziga yetish uchun shu yili 9-oyda Amerikaning sobiq prezidenti Obama bilan ko'rishgan. Yaxshi vaziyatni his qilmagan Xi Jinping shu yildan boshlab tubdan o'zgarib g'arazlik niyatini boshlagan. Amerika hukumati koronavirusning manbasini aniqlayotgan jarayonda bu ilmiy maqolani qo'lga tushirgan. Ilmiy maqolada yana deyishicha, koronavirusni sifatlab kin urushining yangi davri degan. Endi Xitoy hukumati dunyoda tarqalayotgan bu virusning manbasiga to'g'ri javob beramasa, hamda bu dunyoga tarqalayotgan virusdan o'zini ib qolsa, xalqaro jamiyat bo'libmi g'arb dunyosi tarqalayotgan bu virusning javobgarligini surishti qilmay qo'ymaydi ekan. Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi Xitoy davlatini qadamma-qadam iskanjaga ilish, Xitoy davlati bilan bo'lgan munosabatning butunlay yomonlashib ketishi tarqalayotgan virus asosli sababning birisi ekan. Xitoy hukumati Wuhan P4 tajribaxonasida bu virusni kashf qilib, hatto bu virusni kashf qilganda mudofaa ko'rish imkoniyati yo'q shaklda yasab chiqqan ekan. Yuqorqi hujjatlardan xabardor bo'lgan Angliya, Avstraliya istixborot organlari cho'chigan. Xitoyning Wuhan shahrida paydo bo'lgan bu virus maxsus shaklda kashf qilingan 2-nomerlik SARS deb ataldi ekan. Amerika hukumati bugungi kunga qadar Xitoy virusiga nisbatan dalil isbotlarni e'lon qilmagan bo'lsa-mu, lekin Amerika hukumatining sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo apandim, hozirgi tashqi ishlar ministri Blinken apandimlarning Wuhan virusi deyishdagi sabab Amerika hukumatining qo'lidagi dalil isbotlarga asosan deyilyotidi deb qaraldi ekan. Xitoyning zaharlik virusga qatnashgan yuqori darajalik 18 tadqiqotchi bo'lsa, yuqumli kasallarning oldini olish markazining sobiq amaldori Li Feng, strategik tadqiqotchi Davlat mudofaa institutining muhim xodimlaridan 10 kishi, Xi'an havo armiyasining
tibbiy institutining muhim xodimlari, Xitoy Xalq 4 armiya tibbiy institutining xodimlari, Xi Jinpingning harbiy mutaxassis maslahatchisi, birinchi nomerliq zaharlik virus tadqiq qilish mutaxassisi ekan. Yaqinqi bir 2 yil ichida Amerikaning San-Fransisko shahri, Houston shaharlarida tutilgan qo'lga ilingan Xitoyning 3 nafar jasusi yuqorqi biz deb o'tgan Xi'an havo armiyasi Xalq 4 armiyaga qarashliq tibbiy institutining mutaxassislari ekan. Dunyoga tarqalgan bu zaharlik virus biologiyalik qurolning bosh qo'mondoni Xi Jinping bo'lib oshkorlanibdi. Wuhandagi virus tajribaxonasiga bevosita Xi Jinping qo'mondonlik qiladi ekan. Yuqorqi oshkorlangan hujja shaklidagi ilmiy maqola Xi Jinpingning insoniyat taqdirining o'rtaq gavdasini amalga oshirish tadqiqot doklatiga bevosita chetishlik ekan. Demak, Xi Jinping insoniyatning bevosita dushmani ekan. Xitoy virusiga munosabatli isbotlar 5 ko'z ittifoqdosh davlatlar orasida jiddiy ko'zdan kechirilib yetib, uzunga bormagan vaqt ichida xalqaro vaziyatida cho'ng bir to'lqin paydo bo'lib, Xitoy hukumati va Xitoy davlatida ofat xarakterlik vaziyat paydo bo'ladi ekan. Hech qanday bir davlat Xitoy davlatiga yordam qo'lini sunolmaydi ekan. Har qanday bir asli o'shi joyidagi bir odam Xitoy Kommunist partiyasi va uning partiya a'zolarining baloyi qazoga uchrashini ko'rish oldida ekan. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.